Xo'p, mana nonushta vaqtiga hali ozgina vaqt bor mahalda brokkolini razilać qilib bir qaynatib olib qo'ymoqchiman. Haligi endi nima deydi, o'g'lim 12 yashar, подросток, o'smir bola, uni полноценный menyusi bo'lmasa bo'lmaydi. Ba'zida endi og'ish mantilar qilgan mahalda manti yo'qolmay qoldimu, chap qo'lim yaxshi ishlamagani uchun harakatim sustlashib, mantiga uncha kuchim yetmay qoldi. Qiyin ovqatga o'xshab qoldi menga hozir. O'shanga endi osh qilib berishim mumkin. Kartoshka qovurmani yaxshi ko'radi, bilasizlar, o'smir bolalar. Ertalabda sosiska yegisi keladi. Shunaqa bir kaloriyali ovqat yeydi-da endi o'smir bolalar, to'g'rimi? Shunaqa mahalda qo'shilishib yeb qo'ymaslik uchun, diyetani buzmaslik uchun hozirdan tayyorlanib, shu tsvetnoy kapusta bilan brokkolini qaynatib, keraklisini ozroq miqdorini xolodilnikka qo'yganini morozilkaga tashlab qo'ysam, shoshilgan mahalda darrov olamanda qaynagan suvda bir chayqab olsam, oson bo'ladi ishga. Diyetani buzmayman-da, endi o'zim поддержка qilmasam, qarasam, nahot 78 kilo bo'lib ketsam, bo'yim 150 santimetr. Bunaqada rekord qo'yib yuboraman-ku. Bir o'tgan yili Toshkentga Turkiyadan parkinsonolog turk vrach kelgan edi, Ali Zirx degan. YouTube'da bor nimalari. Ko'rsa bo'ladi. O'shanda borgandim. Borsam endi semirib ketibdi, ayol yoshroq ekan, u kolyaskada-da. Odam o'zini qo'lga olish kerak, axir bu Parkinson kasali odamda faqat shu yod qimirlamaydirkanda, dopamin gormoni yetmas ekan. O'sha dopamin gormoni odamda harakatlanishiga javob beradigan, miyadan organizm a'zolariga impulslar yetib boradigan, harakatga undaydigan gormon ekan. O'shanga men shunaqa bo'lib qolibman deb yotavermasdan turib harakat qilib, hali tirikmiz, tanimizda jonimiz bor. Yashashga harakat qilishimiz kerak. Mana shuncha отход chiqdi. Buni bitta paketga alohida qilib solib, pastda qo'shnimizda tovuqlar bor, tovuqlarga bersak bo'ladi. Endi suvimiz qaynab chiqdi, brokkolini solishga harakat.